Assalomu alaykum, hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Shimoliy Koreyada klublar o'rtasidagi jahon chempionati translyatsiyasi paytida PSG futbolchisi Lee Kan-inning yuzi va libosdagi raqami xiralashtirib ko'rsatildi. Telekanal Parij klubining Atletico ustidan g'alaba qozonganini ma'lum qildi. Biroq Janubiy koreyalik futbolchi penaltidan gol kiritgani borasida hech narsa deyilmagan. Ma'lumot uchun 2025-yil yanvardan boshlab Shimoliy Koreyada Angliya Premyer Ligasi o'yinlari efirga uzatila boshlandi. Biroq Janubiy koreyalik futbolchilar ishtirok etgan o'yinlar efirga uzatilmaydi. CONCACAF Oltin Kubogi AQSh, Meksika va Saudiya Arabistoni chorak finalga yo'l oldi. AQShda o'tkazilayotgan CONCACAF Oltin Kubogida ikki guruhda so'nggi tur o'yinlari bo'lib o'tdi. D guruhida mezbonlar Haitini ham mag'lub etib 100% ko'rsatkich bilan play-offga chiqishdi. Saudiya Arabistoni esa Trinidad va Tobago bilan durang o'ynab, ikkinchi o'rin bilan chorak finalga yo'l oldi. A guruhida muddatdan avval keyingi bosqich masalasini hal qilgan Meksika va Kosta-Rika o'zaro durang qayd etishdi. Surinam va Dominikan o'rtasidagi bellashuvda ham hisob ochilmadi. FIFA Abduqodir Husanovni e'tirof etdi. FIFA rasmiy Instagram sahifasi orqali O'zbekiston terma jamoasi va Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanovni klublar o'rtasidagi jahon chempionatidagi debyuti bilan tabriklab, o'zbekistonlik futbolchi tarix yozishda davom etayotganini e'tirof etdi. Tashkilot o'zining sahifasida Husanov musobaqada debyut qilgan ilk o'zbekistonlik futbolchi ekanligini ta'kidladi. Klublar o'rtasidagi jahon chempionatida o'ynagan ilk o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanov tarix yozishda davom etmoqda, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, Manchester City ikkinchi tur doirasida Al-Aynga qarshi bahs olib borib, yirik 6-0 hisobida g'alaba qozondi. O'zbekistonlik himoyachi o'yinni asosiy tarkibda boshlab, 61-daqiqada zaxiraga olindi. Shaharliklarning musobaqadagi keyingi uchrashuvi 27-iyun kuni Yuventusga qarshi bo'lib o'tadi. Uchrashuv O'zbekiston vaqti bilan 24:00 da boshlanadi. Superliganing 13-turdan o'rin olgan Paxtakor Qo'qon 1912 uchrashuvidan so'ng mezbonlar yarim himoyachisi Diyor Xolmatov o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bugungi golingizni Marko Asensio uslubida nishonladingiz. Ispaniyalik futbolchining o'yin uslubi sizga yoqadimi? Yo'q, urgan golimni nishonlash jarayonining Marko Asensioga aloqasi yo'q. Jarohat olgan paytim ko'pchilik meni yoddan chiqargandi. Goldan keyin ushbu harakat orqali o'zimni eslatib qo'ydim. Boshqa jamoalardan takliflar bormi? Ha, nasib etsa Yevropaga yo'l olaman. Qaysi jamoa ekanligi hozircha sir bo'la qolsin. Top 10 chempionat ichidami? Top 5 chempionatdagi jamoa bo'lishi mumkin, degan Diyor Xolmatov. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.